Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning yangi qarori Hong Kong vaziyatida qaytadan davolg'ish paydo qildi. Xitoy doiralari oldingi payshanba o'tkazilgan vakillar qurultayida Hong Kong nusxasidagi davlat xavfsizlik qonuni chiqarish haqidagi qarorni ma'qullagan bo'lib, bu Hong Kong vaziyatida yangidan davolg'ish paydo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari mazkur qarorga asosan davlat bexatarligini qo'g'dash nomida Hong Kongni bevosita kontrol qila oladigan qonun chiqarish huquqiga ega bo'lib, burunqiga o'xshash Hong Kong vaziyatiga yoshirin yoki vositalik qo'l tiqib o'ltirmaydi ekan. Bir davlatda ikki xil tuzum siyosatini yana bir qatim dafsanda qildigan bu qaror e'lon qilingandan keyin Hong Kong fuqarolari va xalqaro jamiyatning kuchli tanqidiga uchradi. Bir necha kundan beri Hong Kongda Xitoy doiralariga qarshi namoyish qaytadan boshlangan bo'lib, namoyishchilar davlat xavfsizlik qonuni yetib kelsa, Hong Kong Xinjiangga aylandi deb yozilgan taxtalarni ko'tarib norozilik bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, tunugun kechda yana minglagan namoyishchilar ko'chadan ayrilmagan bo'lib, saqchilarning zo'ravonlik bilan bostirishiga uchragan. Hong Kong saqchi doiralari har qaysi rayonlardagi 180 dan ortiq namoyishchini qo'lga olgan. Bir necha kishi yaralangan. Saqchi taraf bularni jamiyat tartibini qalaymaqon qilish, qonunsiz yig'ilish qatorliq jinoyatlar bilan ayblagan. Amerika prezidenti davlat xavfsizlik ishlari yordamchisi Robert O'Brien muxbirga bu haqda to'xtalib, 1984-yili Xitoy Angliya birlashma xitobnomasi imzolanganligini, buningga asosan Hong Kongning toki 2049-yilgacha yuksak avtonomiyadan bahramand bo'lganligini, agar Xitoy buningga xiloflik qilsa, Amerikaning Hong Kongga aloqador qonun moddasiga asosan Xitoy va Hong Kongga qarata jazo yurgizganligini bildirdi. Bir qism analizchilar Xitoy doiralarining bu qarorni ma'qullashining Xi Jinpingga tutishadiganligini, Xi Jinpingning o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun Xitoy ichidagi diqqatni Hong Kongga qaratishni maqsad qilganligini ilgari surgan. Musulmonlarning Ro'za hayitini tabriklagan Xitoy elchixonasi tanqidga uchradi. Fransiya xalqaro radiosining 24-maydagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Fransiya turishliq bosh elchixonasining musulmonlarning Ro'za hayitini tabriklab aldamchilik qilishi Fransiya musulmonlarining ayblashiga uchradi. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar o'zaro Ro'za hayitini tabriklayotgan bir paytda, Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchixonasi tunugun Twitter hisobida bir parcha rasm e'lon qilib, musulmonlarning hayit kunini tabriklagan. Ammo Xitoy elchixonasining bu tabriki fransiyalik musulmon turdoshlarining qarshiligiga duch kelgan. Tanqid qiluvchilarning ko'pinchisi nomussiz, tutqundagi Uyg'urlarni qo'yib ber degan so'z bilan noroziligini bildirgan. Bir qism turdoshlar Fransiyada yashaydigan nurg'un Uyg'urlarning tuqqanlari bilan bo'lgan aloqasi uzildi degan so'zlar bilan tanqidlagan. Fransiya Solchil siyosiy partiyaning vakili, Yevropa parlamentining a'zosi Rafael Glucksmann Xitoy bosh elchixonasining tabrikiga qattiq g'azabini bildirib, Joseph Goebbels, ya'ni Gitlerning Temir partiyasi Yahudilarning Pasxa bayramini tabriklasa bo'lamdi. Xristianlarni rahimsizlarcha qirg'in qilgan qadimki Rim armiyasi Rojdestvo bayramini tabriklasa bo'lamdi. Sizlar haqiqatan nomussiz ekansizlar degan so'zlarni ishlatgan. Nurg'un Uyg'ur Xitoy elchixona sahifasiga yaqinlari yo'qolib ketgan tuqqanlari haqidagi uchurlarni yo'llagan bo'lib, Ömer Hamdullah ismli bir kishi qarindoshlarim jazo lagerlariga solandi. Kesal onamga qaraydigan odam yo'q. Qarindoshlarim qayerda degan uchurni yo'llagan. Amerika Xitoyning bir turkum harbiy organini embargo tizimligiga kirgizdi. BBC to'rining 23-maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika Xitoyning 24 harbiy organi va yakka o'rinlarga qaratilgan eksport kontrol tadbirini yo'lga qo'ydi. Amerika Savdo ministrligi bir necha kun burun 24 Xitoy organi va shaxsni embargo tizimligiga qo'shganligini e'lon qildi. Tizimlik Amerikaning eksport kontrol qilishidagi qora tizimlik deb qaralgan. Ma'lum bo'lishicha, qora tizimlikka kirgizilgan organlar Amerika texnikasini setib olish uchun Amerika Savdo ministrligidan ijozatnomaga erishishi kerak ekan. Amerika Savdo ishlari ministri Wilbur Ross Amerika mallari va texnikasining Amerikaning manfaatiga ziyon yetkazishga ishlatilishining oldini olish uchun bu harakatni yo'lga qo'yganligini aytdi. Amerika mazkur Xitoy organlarining keng ko'lamli qirg'uvchi qurollar WMD va harbiy harakatlar bilan munosabatli ekanligini
ular Xitoyning harbiy ta'minotini setib olishga yordam beradiganligini hamda Amerikaga xatar elib keladiganligini bildirgan. Embargo tizimligiga kirgizilgan 24 o'rin bo'lsa, Xitoy cho'ng quruqligi Hong Kong va Aumin orollariga tarqalgan. Bular bulut texnikasi, aqliy iqtidorli mashina odam shirkati bo'lgan Data texnologiya shirkati Cloud Minds va uning tarmoq shirkatlari, Tor bexatarlik shirkati Chehu 360, Harbin sanoat instituti, Harbin qurilish universiteti va shundaqla nurg'unlagan ilmiy tadqiqot markazlari va korxonalarni o'z ichiga oldi ekan. Data texnologiya shirkati ilgari tunji qatim paychagi to'plash uchun Amerikaga borgan. Ammo bozorga selish plani ma'lum sabablar tufaylidan kechiktirilgan. Amerika Savdo ministrligi bultur Data texnologiya shirkatiga maktub avatib, uning Amerika texnikasini ruxsatsiz Beijingdagi markaziga yo'tkazmasligi kerakligini ogohlantirgan. Xitoy tashviqot vositalarining soxtapazligi Rozihet mazgilida yana bir qatim isbotlandi. Xitoy doiralarining Sharq Turkiston xalqiga qaratgan diniy bostirishi izchil davomlashib kelayotgan va yaqinqi yillardan buyon eng yuqori pallaga chiqqan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tashviqot vositalari izchil holda yolg'on tashviqotlarni davomlashtirib kelmoqda. Xitoy doiralari ta'sis qilgan atalmish Xitoy Islom dini jamiyati to'r bekiti Xitoycha va Uyg'urcha ikki tilda bo'lib, bir tarafdan Xitoyning islomni xitoylashtirish haqidagi tashviqotlarni tarqatishga ishlatilsa, yana bir tarafdan xalqaroning ko'zini bo'yashga ishlatilib kelmoqda. Ammo Xitoy doiralari yaqinqi 1 yil ichida bu saxta tashviqotlarni davomlashtirishni toza xohlab ketmagan bo'lib, Xitoyning diniy erkinlik haqidagi da'vosining butunlay saxtapazlik ekanligini yana bir qatim isbotlab bergan. Egilishimizcha Xitoy Islom jamiyatining Xitoycha to'rbetida Ramazon oyi va ro'za hayitga aloqador xabar va maqolalar e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urcha to'rbetida bu vaqtda hech qanday mazmun yo'llanmagan. Hatto musulmonlarning eng muhim bayram kuni bo'lgan ro'za hayit haqida-mu biror yozma e'lon qilinmagan. Islom jamiyatining Uyg'urcha to'rbeti eng oxirgi qatim bu yil 1-oyda yangilangan bo'lib, oldingi yili butun 1 yil ichida faqat 5 xabar e'lon qilingan. Jamiyatning undidor supsimi 1 yilga yaqin vaqtdan buyon hech qanday yangilanmagan. Bulardan sirt Xitoyning eng cho'ng taratqulardan biri bo'lgan Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha bo'limi o'z to'rbetida va undidor supsida ro'za hayit to'g'riliq hech qanday xabar e'lon qilmagan. Wang Yi ham voysidi ham tahdid soldi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy virus sababidan o'zlari ustidan arz qilishlarning qonunga xilof ekanligini bildirib bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning boshqa davlatlarga o'xshash vaboning qurbonlari orasida ekanligini bildirdi. U o'zlariga ehtiyoji tushgan davlatlarga yordam qilganliklarini, Xitoy virus sababidan Xitoy ustidan arz qilishning qonuniy asosining yo'qligini ilgari surdi. U bunda harakatlarning xalqaro qonunni ko'zga ilmaslik bo'lganligini eskartdi va arz to'g'risidagi gap so'zlar haqida to'xtalib, vijdonga xilof, xato, adolatsiz va qonunga xilof dedi. U yana Amerikada Xitoyning obrazini yo'qotishi uchun har bir fursatdan foydalanadigan siyosiy virusning tarqalganligini bildirib, ba'zi amerikalik siyosatchilar nurg'un yolg'onlarni o'ydirib chiqib, nihoyatda ko'p suiqasdlarni planladi dedi. U Xitoy ustidan arz qilmoqchi bo'lganlarning xiyoliy dunyoda yashayotganligini, bunda qadamni tashlaydiganlarning o'ziga o'zi haqorat qildiganligini qayd qildi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mushu oyning 5-ida virusning Wuhandagi tajribaxonadan tarqalganligini aytgan edi. Prezident Trump 27 aprel Oqsaroyda e'lon qilgan bayonotida Amerikaning Xitoydan Wuhan virusiga munosabatlik to'lam talab qilishi mumkinligini bildirgan edi. Amerika Xitoy virusini xalqaro tekshirish to'g'riliq chaqiriqda bo'ldi. Amerika muavin sahiyya ministri Dr. Brett Grohr Dunyo sahiyya tashkilotini Xitoy virusini darhol xalqaro tekshirishga chaqirdi. U Dunyo sahiyya tashkiloti ijroiya hay'atining Shveysariyaning Janva shahrida tunji qatim ishga oshirilgan 147-navbatlik televiziya telefon yig'inida qilgan so'zida 73-navbatlik Dunyo sahiyya majlisida Xitoy virusining yer shari xarakterlik muzokara qilinishi va Dunyo sahiyya tashkilotining Xitoy virusi bosqichidagi rolini aniqlab chiqadigan tekshirishning boshlatilishi to'g'riliq qaror ma'qullanishidan intayin xursand ekanliklarini ta'kidlab mundaq dedi. A'zo davlatlar bilan kengashish orqali ishga kirishtirilgan Xitoy virusini tarafsiz, mustaqil va keng doiralik holda tekshirish chaqiriqini olqishlaymiz. Shundaqla bu xizmatning darhol boshlanishini talab qilamiz.
jumladan Dunyo Sahiyat Tashkilotining darhol tekshirishga boshlashiga va mustaqil xalq sog'lomligi mutaxassislarini bir yerga jam qilishiga ishonamiz. Prezident Trampning 18 may kuni Dunyo Sahiyat Tashkiloti bosh direktori Tedrosga yozgan maktubida o'ttirg'a qo'yganidek, bundaq yuqumning qayta o'ttirg'a chiqishining oldini olish nomidan tegishli islohotlarni elib berish uchun vaqtni ching tutmasak zodi bo'lmaydi. Amerika uçuq samolar kelishimidan chekindi. Amerika hukumati taraflar orasida qurolsiz charlash aeroplanlarining uchishlariga ruxsat qildigan uçuq samolar kelishimidan rasmiy chekindi. Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu haqda e'lon qilgan yozim bayonotida mundaq dedi. Prezident Trump yo'lga qo'yayotgan davlat bexatarlik strategiyasi doirasida ilgariki barliq kelishimlarni ko'zdan kechirdik. Hamda bu kelishimlarning davlatimizning manfaatlariga foydali yoki emasligiga qarab chiqdik. Prezident Trumpning eskartganidek Amerika Qo'shma Shtatlari ilgari tuzilgan kelishimlarni hozirgi ahvolni ko'zda tutgan holda ko'zdan kechirishi va Amerikaga foydali yoki emasligiga qarab qaror chiqarishi lozim. İttifoqdoshlarimiz va muhim sheriklarimizdan kelgan ma'lumotlar natijasida uçuq samolar kelishimining Amerika Qo'shma Shtatlariga foydali emasligini tunib yetdik. Shuning bilan juma kundan boshlab uçuq samolar kelishimidan chekindik. Bu qaror uda 6 oy kuchga ega. Agar Rossiya kelishimga to'liq rioya qilsa, chekinish qarorimizni ko'zdan kechirishimiz mumkin. Harbiy faoliyatlarda ochiq yo'riq bo'lishini tashviq qilish, qurol yaroqlarni kontrol qilish va boshqa kelishimlarni ko'zlashni qolaylashtirish maqsadida qurolsiz charlash aeroplanlarining uchishiga ruxsat qildigan Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkiloti territoriyasida ishonch turg'izish va bexatarlikni qo'g'dashni nishon qiladigan va 1992-yilda imzolangan uçuq samolar kelishimini qabul qilgan davlatlar qatoridan Turkiya ham o'rin oladi. Mike Pompeo Ro'zahaytlik tabriknomasida Uyg'urlarni alohida tilga oldi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Ro'zahaytlik tabriknomasida Uyg'urlarni alohida tilga oldi va zulmga uchraganlar bilan bir safda turadiganligini bildirdi. U tabriknomasida dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarga samimiy tilaklarini izhor qildi va dunyoviy vabo sababli o'zgargan dunyoda Amerika va dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning o'tgan bir oy jarayonida ro'za tutganligini, ma'naviy o'ylanish, jamoatchilik va minnatdorlik, rahimdillik va sexiylik qadriyatlarini markaz qilib diniy majburiyatlarni bajo keltirganligini hamda ro'za tutish usullarini munosib holda tanishganligini bildirdi. U tabriknomasining davomida Uyg'urlarning kaskin xiristlarga duch kelganligini tilga oldi. U so'zida Ramazon va Hayit jamoatning ahamiyati, mulozimat harakatlari va din yoki e'tiqod qatorliqlarni o'z ichiga olgan negizlik erkinliklarni qo'g'dashning naqadar muhimligini eskartish rolini o'ynaydi. Bu dunyoviy vabo mazgilida Uyg'ur, Rohingya qatorliq musulmonlar jamoati va boshqalar e'tiqodiga amal qilishda qurbonlik qilinish, parokandachilikka uchrash va qamilish qatorliqlarni o'z ichiga olgan ig'ir raqobat va texmo ko'p tahdidlarga duch keldi. Pompeo tabriknomasining oxirida zulmga uchraganlar bilan bir safda turadiganligini bildirib mundaq dedi. Biz musulmon jamoatiga jo'r bo'lib, zulmga uchrag'uvchilar bilan bir safda turamiz. Din va diniy tushunchasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, barliq hukumatlarni barcha fuqarolarning diniy erkinligini qo'g'dashga chaqiramiz. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatlarini izchil va kuchli ravishda tanqidlab kelayotgan Amerika rahbarlarining biri. Robert Dastro Uyg'ur qatorliq hurlikka tashna xalqlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Amerikaning yordamchi tashqi ishlar ministri Robert Dastro Uyg'ur qatorliq hurlikka tashna xalqlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Uning 22 may e'lon qilgan Twitter bayonoti Xitoy rejimi Hong Kongga aloqador xavfsizlik qonuni chiqarishga tutingan Xitoy virusi sababli Uyg'ur masalasiga qaratilgan diqqat nuqtasi burilib ketgan mezgilga to'g'ri keldi. Dastro bayonotida mundaq dedi: Xitoy Kommunist partiyasining o'z xalqining irodasiga quloq selishni rad qilishi bu mustabid bir partiyalik davlatning qurilgandan buyongi xarakterini suratlab berdi. Biz 1989-yildagi Tiananmendan Hong Kong, bugungi Sharq Turkiston va Tibetgacha hurlikka tashna hammalarni qo'llaymiz. Xitoy rejimi bu navbatlik ikki qurultay mazgilda Hong Kongning alohida avtonomiyalik o'rniga munosabatlik bir davlat xavfsizlik qonuni ma'qullaydiganligini bildirgan. Qonunda Hong Kong 1997-yili Xitoyga qaytarib berilgandan buyon Hong Kong xalqi bahramand bo'lib kelgan fikr, yig'ilish va axborot erkinligining qattiq cheklamaga uchraydiganligi mo'ljallangan. Payshanba kuni Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Morgan Ortagus xonim Hong Kong xalqining irodasi aks ettirilmagan har qanday shakldagi davlat xavfsizlik qonunining dunyoviy la'natga uchraydiganligini bildirgan.
Kuzatuvchilarning qarashicha, yordamchi tashqi ishlar ministri Robert Dasturining Twitter bayonoti bu haqda Xitoyga berilgan eng kuchli signallarning biri ekan. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 24 may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 32 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 24589 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1141 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 156827 ga yetganligini, bemorlar ichida 1092 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 769 bemorning kasalining og'ir ekanligini, Xitoy virusi Turkiyada tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelgan kishilarning 120 mingga yaqinlashganligini, kesali og'ir bemorlarning sonining davomli tushayotganligini, birdek kuchli tadbirlarni yo'l qo'yish kerakligini bildirdi. Maska taqashning ahamiyati zodi qanchalik? BBC xabarlari to'g'rida bildirilishicha, maska taqash Xitoy virusi bilan yuqumlanish ehtimolligini 98.5% tuvallatadi ekan. Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan buyon maska taqash taqamaslik haqida o'xshamagan qarashlar tarqalgan bo'lib, har qaysi davlatlarmo maska taqash to'g'risida o'xshamagan qonun nizomlarni yo'l qo'ygan. Yevropa Ryanair aviatsiyasining bosh ijroiya amaldori Michael O'Leary bu haqda to'xtalib, agar aeroplandagi kishilarning hammasi maska taqsa, Xitoy virusining tarqalish xavfini 98.5% tuvallatgili bo'lganligini, bu so'zini Mater doktorxonasi erishgan tadqiqot natijasidan naql qilganligini bildirdi. U yana muxbirning ziyoratini qabul qilganda Angliya hukumatining chegaradan kirgan yo'lovchilarga 14 kunlik karantin qilishini talab qilish planining boshqarg'ili bo'lmaydigan va unumli bo'lmagan bir plan ekanligini aytgan. Xabarda yana Dublindagi Mater doktorxonasining Twitterda 9 may bir parcha rasmlik maqola e'lon qilinganligi, agar Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchi maska taqmay sog'lom kishilar maska taqsa, yuqumlanish nisbatining 70% bo'lganligi, yuqumlanuvchilar maska taqib sog'lom kishilar maska taqmasa, yuqumlanish nisbatining 5% bo'lganligi, agar Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchi hamda sog'lom kishilarmi o'xshashli maska taqsa, yuqumlanish nisbatining 1,5% bo'lganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Mater doktorxonasi Twitterda e'lon qilgan bu rasmning faqat qisqacha tushuntirish ekanligini, bu sonliq ma'lumotlarning navbatdagi yuqumlanish nisbati va har xil ehtimollikqa asosan faraz orqali o'ttirg'a qo'yilganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.